Xo'p, o'quvchilar, sizlarga savol. Mana 4 ta kvadrat. 1, 2, 3, 4. 3 ta qalamni joyini shunday o'zgartiring va 3 ta kvadrat hosil qiling. Shu savolni topgan o'quvchiga mana 200 ming, yana 100 ming, 300 ming so'm pul. Harakat qilinglar. 1 minut vaqt. Vaqt ketdi. Bitta ortib qoldi. O'ylaymiz. Ikkitasini olding. Xo'p, uchinchisi? 3 ta qalamni joyini o'zgartirib, olib emas. O'zgartirib. İşte deyapti hozir. Aha. Qizlar, bo'yla. Harakat qilinglar. Xo'p. Yigitlar, nima bo'ldi? Bo'lyapti, asta-asta. 1 minut vaqt o'tdi, mayli, yana yarim minut. Ben siz işte Mehmet. Ikkita ortib qoldi. Ikkita ortib qoldi. Qani? Yana o'sha narsa. 300 ming so'm pul. 300 ming so'm pul. Shunday o'qitasan. Mana pul turibdi. Vaqt bo'ldi. Topolmadinglarmi? Javobini aytaveraymi? Qaranglar. 300 ming so'm pul berardim agar. Xo'p. 1 2 2mi? 3. Ko'rdingmi? Rostmikan? Topganingda 300 ming so'm pul olarding.